Qulay desang mustaqil, xonadonni ikkita qil. Mana azizlarim, sizlar uchun Kalsoda shundoqqina Hamkor bankni tepasidan 3 qavatli domning 3-etajdan 2 xonali kvartira topib qo'ydik. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Eshikdan kirganimizda uzun koridor, aytganimizdek, undan o'tganimizda bu yoqda chap qo'limizda tualet vannasi joylashtirilgan. Tualet vannalari ham alohida joylashtirilgan. Undan o'tganimizda yonimizda oshxonamiz. Oshxonamizda mana remontlari yaxshi, bemalol mazza qilib ayollarimiz ishlaydigan holatda. Bu yoqda mebellarni olib kelib qo'yib qo'yilgan. Undan o'tganimizda zal qismi, ikkinchi xonamiz. Mana ko'rib turibsiz, zalga kirishimizda chiroyli holatda remontlari, aboylari yaxshi did bilan yopishtirilgan, patologlari shundoqqina natijnoy bo'lingan, oynalar hammasi akfa paket. Bu yoq lokatsiyasi juda ham zo'r. Mana bu yoq shundoqqina bunyod stroy materialini yoni, bu yoqdan qarasak shundoqqina Guliston Freshni tepasida joylashgan. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib oldik. Ko'rib turganingizdek remontlari zo'r holatda. Bitta oila kelib maza qilib yashasa bo'ladi. Bu uyimizni narxini egalari 24500 etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. 2 xona remonti bilan uy qidirib yurgan tanishlarga bu videoni yuborib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang.